Ukam narx sindirish bo'lsa, narx sindirish 2018-yil 174 ming kilometr masofani bosayotgan Nexia 3 turinch piyasa avtomat korobkasini bor yo'g'i 6750 dollar sotuvga qo'yamiz. Okeylar, vaqtingizni ko'p olmaymiz. Siz narxini aytamiz, doimdagi mashina bilan bir tanishib chiqamiz. Balon holatlar yaxshi holatda. Salondan ko'radigan bo'lsangiz, salonlar zo'r turibdi. Chexolev kortashab qo'yilgan, gazli uстановка qilingan, gaz monitorlari bor, pultli uстановка qilib qo'yilgan. Mashina texnik holatda hech qanaqa rasxodlar yo'q. Bitta qiladigan rasxod. Orqa eshigini rixtovka qilib olish kerak. Kraskasini ko'chirmasdan rixtovka qilib beradi. Xo'p, orqa tomonlari zo'r turibdi. Mash kalinkasida kraska bo'lgan joyi bor ekan. Общий kraskani hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 10-15% chiqishi mumkin. Qolgan 90% mashina ideal holatda, texnik holati ham, kuzovlari ham. Mashinani sizlar olib maza qilib haydashinglar uchun 6750 dollar baholandi. Kimga qiziq bo'ldi bo'lsa, video ostida egalar nomerlari bo'ladi. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan tashqari Telegram kanalimizni o'tib aktiv tursanglar, arzonga kuniga 5 ta 10 ta mashina sotilib ketyapti. O'zingizlar xohlagan mashinani arzonga sotib olish imkoniyati juda ham katta. Vaqtingizga rozi bo'lsanglar, hammangizga rahmat.